Xo'p do'stlar, assalomu alaykum. Bizga yangi tovarlar keldi. Uje yig'ib terishni boshladik. Bizni ofisimiz, ya'ni do'konimiz Yakatut Centerdagi 3/5 telefon aksessuar do'koni. Eski yonimiz, eski Mini Food, hozir Max Food bo'lgan Sarbon kafening kirishida. Bilasizlarmi, boshqa aksessuar do'konlar bilan bizni do'konimizda nima farqi bor? Bizda maqtanish emas, hamma modellarga iloji boricha aksessuar, chexollar, zaryadnilar, hamma narsa bor. Misol iPhone'ga original zaryadnilar terib tashlaganmiz. Originallari ham, budjetli variantlari ham, kabel zaryadni hamma yo'g'i bor. Undan tashqari Redmi'ning hamma modeliga, yangi chiqqan, eski chiqqan hamma modeliga stiklo bor. Honor'dagini juda ko'pchilik qiynaladi. Hamma modeliga erinmasdan qaranglar, to'ldirib tashladim, o'sha stiklo bor. Samsung'da ham hamma model ultralariga chop kelib tashlaganman. iPhone'da gapirmasam bo'ladi, hamma modeliga o'sha Pro Max'largacha stiklolar bor. Bundan tashqari mashinaga original zaryadnilar, tak Amaya firmanikini Type-C naushniklari. Xullas, nima kerak bo'lsa, ishoning, sizga nima kerak, hamma narsani imkon boricha topib beraman. Ajab Redmi ishlatadiganlar juda yaxshi biladi, foiz sanadigan original tezkor zaryadnilari, xullas PUBG'chilarga kullerlar, xullas original kabellar, Samsung ishlatadiganlarga mana bunaqa naushniklar, o'zini ishqovozlari bor, AirPods'lar, Air Clip'lar yana olib keldim. Bu vali sportsmenlarga zalda shug'ullanganda AirPods tushib qoladi, qulog'ida terlaganda bu terlamaydi. Bundan tashqari bilasizlar, hozir Honor'ga stiklo topish qiyin. Stiklosini aytdim, chexol 7C. Bu обязательно olib kelinishi kerak, chunki juda ham ko'p so'ralayotgan model. Undan tashqari 7D boshqa, 7C boshqa. Undan tashqari Honor'da hamma modeliga g'ilof bor, ishonasizlarmi? Tak Honor'da keyin mana bu 400 Pro'si bor. Ayollarga, erkaklarga chiroylilardan olib kelganman. Даже Redmi 12 Pro, 11 Pro, keyin Redmi'ning 13ga ham bunday zo'rlardan olib kelganman. Hamma chexollarimiz bir-biridan chiroyli. Sababi men o'zimni yaqinlarimga, o'zimga tanlaganda tanlayman hammasini. Misol bunday chexolni tanlab ketavermayman, ha bo'laveradi demayman-da. Hamma so'rayotgan mana bunaqa bluetoothlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz mashinaga, kompyuterga, xullas bluetooth, fleshka chiplar ko'p joyda muammo bo'lyapti, hamma yo'q. Xullas kelib maza qilib xarid qiladigan aksessuar magazin. Kelaversa, yana nima kerak bo'lsa zakaz bo'yicha ham olib kelib beraveraman. Menda shunaqa imkoniyatlar ham bor. Hammanglarni kutib qolamiz, sog' bo'linglar.